Viagrani agar noto'g'ri odam ichsa, hattoki o'limga olib kelishi mumkin. Xo'sh, Viagra kimlarga mumkin emas? Viagra dorisini ko'pchilik ereksiyani yaxshilovchi, aloqa vaqtini uzaytiruvchi bir oddiy dori deb hisoblaydi. Ayrimlar esa shifokorning tavsiyasisiz aptekerdan olib ham o'zlari olib mustaqil o'z boshimchalik bilan ichishadi va aloqa qilishadi. Xo'sh, Viagraning o'zi funksiyasi nima? Bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsam, Viagra paydo bo'lgan ereksiyani uzoqroq saqlanishiga yordam beradigan preparat hisoblanadi. Fosfodiestraza 5 ingibitor hisoblanadi, ya'ni qon tomirlarining qisqarishini oldini olib turadi. Bu hech qanaqa libido chaqirmaydi, ereksiya paydo qilmaydi. Paydo bo'lgan ereksiyani uzoqroq davom etishiga yordam beradigan preparat hisoblanadi. Xo'sh, endi bu kimlarga mumkin emas? Birinchisi bu nitrat preparatlarini qabul qiluvchilar, ya'ni stenokardiya xurujlari, AKSH bo'lgan bemorlarda bu dorini ichish tavsiya qilinmaydi. Chunki nitratlarni qabul qilganda, ya'ni o'sha nitroglitserin yoki irenit kabi dorilarni yoki nitrosorbit degan preparatlarni qabul qiluvchilarga mumkin emas. Nimaga? Chunki bu ikkalasini birga qabul qilganda qon bosimining to'satdan pastga tushib ketish holati kuzatilishi mumkin. Ikkinchisi, yurak qon tomir kasalliklari og'ir darajada o'tayotgan bemorlar, ya'ni masalan ishemik insult o'tkazgan yoki infarkt miokardi o'tkazgan bemorlarda, stent qo'ydirgan bemorlarda bu preparatni ichish tavsiya qilinmaydi, chunki qon bosimining oshib ketishi, skachok ro'y berishi mumkin va infarktning hattoki qaytalanishiga olib kelishi mumkin. Keyingisi, qon bosimi juda ham past yuradiganlar yoki pastga tushib ketadigan bemorlarga ham tavsiya qilinmaydi. To'rtinchisi, bu ko'z nervi bilan bog'liq muammolar yoki ko'z ichki bosimining yuqori bo'lishi kabi kasalliklar kuzatiladigan odamlarda bu dorini faqatgina shifokor maslahatiga binoan shifokorlar bilan maslahatlashgan holda ichish tavsiya qilinadi. Va oxirgisi, beshinchisi, bu ereksiyaning, ya'ni tez bo'shanishni nima uchun, ya'ni sababi nimaligini bilmasdan turib ichish, ya'ni tavsiya qilinmaydi. Prosta siz uzoq aloqa qilish maqsadida Viagradan foydalanishingiz bu sizni davolovchi yechim hisoblanmaydi. Bu bir martalik preparat hisoblanadi va siz bunga o'rganib qolishingiz mumkin. Viagrani qabul qilishdan oldin nimani bilib olish kerak? Viagrani birinchi o'rinda siz nima uchun ichayotganligingizni, bu oddiy dori emasligini, qo'shningiz, akangiz yoki tanishingizning tavsiyasi bilan emas, aynan vrach tavsiyasiga ko'ra ichishni tavsiya qilamiz. Chunki bu dori agar sizdagi nojo'ya omillar, ya'ni nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqaradigan bo'lsa yoki sizdagi kasalliklar bilan boshqa dorilaringiz bilan yoki sizdagi kasalliklarga yomon ta'sir qilishning oqibatida og'ir asoratlar kelib chiqishi mumkin. Shunday ekan, o'zingizni hayotingiz bilan riskovat qilmang. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling.